Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Mahmudxo'ja Behbudiy hayoti va ijodi. Mahmudxo'ja Behbudiy jaziratchilik harakatining yirik namoyandasi, o'lka jadidlarining yetakchisi. U pedagogika, jurnalistika, matbuotchilik, noshirlik, siyosat va tijorat va boshqa qator ishlar bilan shug'ullangan. Bundan tashqari Behbudiy yangi O'zbekiston adabiyotining shakllanishi va rivojlanishiga o'z hissasini qo'shgan. Mahmudxo'ja Behbudiy Turkiston jadidchilik harakatining bonisidir. Uning hayoti va ijodiy faoliyati 20-asrlarga borib taqaladi. 1875-yil 19-yanvarida Samarqand yaqinidagi Baxshitepa qishlog'ining diniy olim oilasida dunyoga kelgan. Mahmudxo'ja Behbudiy Solihxo'ja o'g'li turkistonlik Ahmad Yassaviyning avlodlaridan. Ona tomonidan bobosi Niyozxo'ja Urganchlik bo'lib, Amir Shomurod hukmronlik qilgan davrda Samarqandga ko'chib kelgan. Mahmudxo'ja Behbudiy 6-7 yoshlarida tog'asi Muhammad Siddiq huzurida o'qib savod chiqardi. Otasi Behbudxo'jadan esa Qur'ondan saboq olib, qisqa muddatda qorilik martabasiga erishdi. 1993 onasi, 1894 esa otasi vafot etdi. Otasi vafotidan biroz avval uylangan Behbudiy 4 o'g'il, 1 qiz ko'rgan. Behbudiy dastlab Samarqand madrasasida, keyin Buxoro madrasasining birida tahsil olgan. 18 yoshiga yetganda Behbudiy madrasa ta'limini tugatib, Samarqand viloyati valoslik qozilik qilgan tog'asi Muhammad Siddiq qo'li ostida mirzalik lavozimida ishladi. U sharoit qonunlarini puxta o'zlashtirdi va muftiy lavozimini egalladi. 1899-1809 yillarda Behbudiy buxorolik do'sti Hoji Baqo bilan haj safariga chiqdi. 1903 yilda Samarqand atrofidagi Xolvoyi, Rajbayi qishloqlarida yangi maktablar tashkil qildi. Adib o'sha maktablar uchun darslik tuzishga kirishdi. Ketma-ket uni Risolai Absoyi Savod, Risolai Juhfoyi Umroni, Risolai Juhroyi Rusiy kitoblarida Atfol, Amaliyot Islom, Tarixi Islom kabi kitoblarda paydo bo'ldi. Behbudiy 1913-yil Samarqand gazetasini nashr qilish uchun hukumatdan ruxsat oldi. Gazeta o'zbek va tojik tillarida haftada 2 marta chop etildi. 45-soni chiqqach, moddiy tanqislik tufayli nashr to'xtatildi. 1913-yil 20-avgustda u Oyna jurnalini chiqara boshladi. Haftalik suratlar. Bu jurnal asosan o'zbek bo'lib, she'riy turli yo'nalishlar va mavzularda maqola, tahliliy materiallardan tashqari e'lonlar ham berilgan. Jurnal Kavkaz, Tatariston, Eron, Afg'oniston va Hindiston, Turkiyagacha tarqalgan. Orzulari chil-chil bo'lgan Behbudiy 1919-yilning bahorida 25-martda Shahrisabzda qo'lga olinib, sirli bir tusda Qarshi shahrida qatl qilindi. Uning qatli haqidagi xabar o'sha paytdagi Samarqandda rosa 1 yildan keyin ma'lum bo'ldi. 1920-yilning aprelida butun Turkiston motam tutdi. O'nlab marsiyalar yozildi. Fitrat Behbudiyning sag'anasini izladim deb nomlangan she'r bitdi. Ayni Behbudiyni izlab, sani mundim buyon Turon, ko'rolmasmi? Sani misling Turkiston topolarmi, topolmasmi? Misrlar bilan boshlanuvchi she'r yozdi.